Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan jismoniy tayyorgarlik darajalari sport sinovlariga umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun jismoniy tarbiya o'qituvchisining kabinetidan uning sportchilari uchun ariza yuborishini ko'rib o'tamiz. Demak, buning uchun my.sport saytiga kirib olamiz. Umumiy o'rta ta'lim maktabi jismoniy tarbiya o'qituvchisining kabinetiga kiramiz. Demak, telefon raqamini yozamiz, parolini teramiz. Kabinetimiz ochildi. E'tibor bersak, kabinetda farzandim yoki qaramog'imdagi shaxs menyusiga kiramiz. E'tibor bersak, trenerning, ya'ni jismoniy tarbiya o'qituvchisining ma'lumotlar chiqib turibdi. Qo'shish tugmasini bosamiz. Hujjat turi tanlanadi. Hujjat seriyasi raqamini kiritamiz. Demak, tug'ilgan kuni. Shu joyga e'tibor bering. Farzandim yoki qaramog'da shaxs degan joyni tanlamang. Bu yoqqa o'quvchim degan joyni tanlang. Ya'ni o'quvchim tanlaymiz. Kapchani to'ldiramiz. Qidirish tugmasi bosiladi. Ma'lumotlar chiqdi. Saqlash tugmasi bosiladi. Ma'lumotni saqlab oldik. Ya'ni biz birinchi navbatda o'quvchini o'qituvchining kabinetiga kiritib oldik. Demak, orqaga qaytamiz. Mening arizalarim bo'limiga o'tamiz. Mening arizalarim bo'limida jismoniy tayyorgarlik darajalari sport sinovlari ishtiroki uchun ariza berish menyusini bosamiz. Demak, o'chiramiz. Qo'shish tugmasi bosiladi. Arizachi o'quvchim bo'limi tanlanadi. Ya'ni o'quvchim tanladik. O'quvchim ro'yxatlarini tanlaganimizda, ya'ni qo'shgan o'quvchimiz mana shu joyda ko'rinadi. Mana birinchida turibdi. O'quvchimizni tanladik. Tanlagandan so'ng jismoniy tayyorgarlik turi, ya'ni umumta'lim maktabi tanlaymiz. Tanlaganimizda o'quvchining yashash hududi, tuman, shahar va maktab ma'lumotlari, sinf to'g'risidagi ma'lumotlari ekranda ko'rinadi. Demak, ixtiyoriy sinovlar, ya'ni umumta'lim maktabi o'quvchilari umumta'lim maktabida faqatgina ixtiyoriy sport sinovlarini topshirish imkoniyatiga ega. Demak, ixtiyoriy avtomatik tanlanadi. Saqlash tugmasini bosamiz. Saqlandi, arizamiz yuborildi. Xuddi shu tartibda keyingi arizalarimizni o'quvchim, sportchim, qaramog'imdagi shaxs degan joyda o'quvchilarni qo'shib, ya'ni ariza yuborib davom ettirishimiz mumkin.